Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining tergov sudyasi Ilyos Boltayevning odatiy ish kunlaridan biri. Ko'rilayotgan ma'muriy ishlarning aksariyati oilaviy munosabatlar bilan bog'liq bo'lib, bu albatta sudyadan qaror qabul qilish uchun yetti o'lchab bir kesishni taqozo etadi. Er-xotin munosabatlarida bir-birlarini hurmat qilmasliklari, o'zaro ishonchning yo'qligi oqibatida shu har xil kelishmovchiliklar, ko'ngilxaraliklar, huquqbuzarliklar birmuncha ortgan. Jahl bilan boshlangan ish keyinchalik tomonlarning hovuri bosilgach ijobiy tomonga o'zgarishi mumkinligi sud jarayonlarida juda ko'p bor o'z isbotini topgan. Shu nuqtai nazardan qaror qabul qilishda ba'zida insoniylik mezonlariga ham amal qilish ijobiy samara berishi mumkin bo'ladi, deydi sudya. Ko'pincha endi ogohlantirish bilan cheklanamiz, chunki jazo tayinlagan bo'lsak, keyin san jarima qildirding mani yoki boshqa gap so'zlar ko'payish ortidan janjal kelib kelishi mumkin. Er-xotin yarashadigan bo'lsa, bir-biridan kechirim so'raydigan bo'lsa, o'zini oqibatlarini tushunib yetadigan bo'lsa, ogohlantirish bilan cheklanamiz. Bugun ko'rilayotgan ma'muriy ishlar orasida jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan ishlar ham borki, garchi hozirda bu ishlar ma'muriy huquqbuzarlik sifatida malakalangan bo'lsa-da, kelgusida bu harakatlar jinoyat bilan yakunlanishi ehtimoldan xoli emas. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda guruh ochib, onlayn tarzda noqonuniy diniy ta'lim berish yoki taqiqlangan diniy manbalarni saqlash holatlari ham kuzatilmoqda. Diniy huquqbuzarlik bilan bog'liq huquqbuzarliklar birmuncha ko'paygan. Ya'ni shu yoshlar o'rtasida taqiqlangan materiallarga, ya'ni videoroliklarga, ijtimoiy tarmoqlarda qo'yiladigan videoroliklarga munosabat bildirish yoki izoh qoldirish pirovardida shunaqa diniy ta'limot bilan bog'liq huquqbuzarliklar anchagina ortgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining sayyor sud majlisida noqonuniy diniy targ'ibot, ekspertizadan o'tkazilmagan diniy adabiyotlar, aqidaparastlik va zo'ravonlikni targ'ib etuvchi audio-video materiallarni saqlash bilan bog'liq ishlar ko'rib chiqildi. Fuqarolarimizdan shuni iltimos qilib qolamizki, o'sha yoshlarimizga, ya'ni farzandlariga e'tiborliroq bo'lishga, qaysi ijtimoiy tarmoqlarga kirayotganligiga, nimaga ko'proq band bo'layotganligini jiddiyroq qarashsa, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Huquqbuzarlarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima jazosi tayinlandi. Chetdan qaraganda tayinlangan jazo yengildek tuyulishi mumkin, biroq shuni unutmaslik kerakki, bunday harakatlar ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin yana sodir etiladigan bo'lsa, og'ir oqibatlarga, ya'ni jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shunday ekan, mamlakatimizda amal qilinayotgan qonunchilik hujjatlarini hurmat qilgan holda, ularga itoatkor bo'lish zarar qilmaydi.